Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz shaxsiy va oilaviy byudjet. Uning tuzilishi, boshqarish, o'qituvchilarning pensiya rejalashtirish strategiyalari va jamg'arma qilish usullarini ko'rib chiqamiz. Quyida bunda rejamizda byudjet asoslari, shaxsiy va oilaviy byudjetning maqsadi, tuzilishi va boshqaruv tamoyillari, jamg'arma strategiyasi, favqulodda fond, maqsadli jamg'arma, omonat va xavfni kamaytirish, xarajatlarni hisob bo'lishi mumkin va pensiya rejalashtirish. Pensiyada o'qituvchilarimiz uchun uzoq muddatli jamg'arish va qo'shimcha daromadlar va harakat rejasi. Keyingisida byudjet nima? Byudjet asosan daromadni xarajat o'rtasidagi muvozanatni ko'rsatadi va qayerga ketdi savoliga javob beradi. Byudjetimizda nazoratni kuchaytirishi, unda asosan rejalashtirilmagan xarajatlarning kamayadi. Ustuvor maqsadlar uchun mablag' ajratish osonlashadi. Bugungi kunda mavjud bo'lgan ko'rinishi, ularning ortiqcha xarajatlarni qisqartirishi yoki xarajat odatlarini yozish, jamg'arma imtizomni shakllantirish, pensiyaga tayyorgarlikni boshlash. Keyingi slaydimizda shaxsiy byudjetning tuzilish bosqichlari, daromadlarni aniqlash, limitni belgilash, tahlili va tuzishi va xarajatlarni aniqlash, majburiy moslashuvchanlik va kelajakka ajratmalarning kategoriyalariga bo'linadi. Kuzatish bu asosan hafta davomida xarajatlarni qayd etish, kirimni va chiqimni hisob etish, reja bilan solishtiriladi. Masalan, oldingi haftada qanaqa xarajatlar qilindi, hozirgi haftada qanaqa xarajatlar qilindi. Hafta davomida bilayotgan bo'lsak, oyma-oy xarajatlar qilish mumkin. Masalan, sentyabr oyi bilan avgust oyini taqqoslashimiz mumkin. Sentyabr oyida qancha xarajatlar qilindi va qancha daromad keldi. Xuddi shunday sentyabrni ham keltirib o'tamiz. Oilaviy byudjetni boshqarish modeli, yo'nalishda bu asosan daromadlar, majburiy to'lovlar, kundalik xarajatlar, jamg'arma, favqulodda fond. Har bir oilada favqulodda fond bo'lishi kerak. Bu asosan birgalikda tuziladi. Asosiy qoidasi faqat zaruriy holatda ishlatiladi va keyin qayta to'ldiriladi, ya'ni joyini to'ldirib qo'yish. Daromadlar asosan ikki tomonda bo'ladi. Ularning tushumlari va umumiy jadvalda aks ettirilgan. Ko'rib turganimizdek, har oy boshida 10-15 daqiqalik moliyaviy suhbat rejalashtiriladi. Ikkinchisidan qo'shimcha maqsad, ta'til, ta'lim, uy jihozlari va pensiya kabi birgalikdagi maqsadlar yozib qo'yiladi. Zaxira qarorlari, katta xarajatlar oldindan zarurmi, imkon bormi, kechiktirilsa bo'ladimi? Savollarni to'xtalib o'tsak bo'ladi. Keyingida daromad manbalari va ularning boshqarilishi. Asosiy daromadlar va qo'shimcha daromadlar, passiv imkoniyatlar, barqarorlikni barqarorlashtirish qoidasi, amaliyot tavsiyasi. Asosiy daromadlar bu maosh, stavka, ustama, mukofotlar. Qo'shimcha daromadlar bu repeterlik bo'lishi mumkin, onlayn darslar bo'lishi mumkin va loyihalar ishlashi mumkin, reklama bo'lishi mumkin agar brand face bo'lsa agar. Passiv imkoniyatlar, omonat foizi, moloflik materiallari va raqamli kurslar. Keyingi slaydimizda xarajatlarni toifalash, majburiy xarajatlar bo'lishi mumkin, moslashuvchan yoki kelajakdagi xarajatlar. Kunlik xarajatlarimiz bu mayda xarajatlar, haftalik bu limit bilan solishtirish, oy oxirida 3 toifaga qayta ko'rib chiqish. Birinchisida bu majburiy, uy-joy, oziq-ovqat, transport, dori, kredit va hokazolar. Moslashuvchan xarajatlarda kiyim-kechak, kafelar, sovg'alar bu ikkinchi darajada bo'lyapti. Obuna va mayda ko'ngilochar xarajatlar. Kelajak xarajatlari deganda, kelajak xarajatlariga jamg'arma, favqulodda fond, ta'lim, pensiya, investitsiya uchun ajratmalar. Keyingisida 50-30-20 qoidasini oldin ham eshitgan bo'lishimiz mumkin. Klassik modelda bu 50% zarur ehtiyojlar, 30% xohish, insonning xohishi, 20% jamg'arma. 100% oladigan bo'lsak, bunda 50% zarur, ya'ni kundalik ehtiyojlarimiz uchun, yashash uchun xarajatlar, kundalik oziq-ovqat bo'lishi mumkin. 30% xohishga, 20% keltirib o'tilganda favqulodda holatlar uchun jamg'arma.
qachon 50-30-20 mos bo'lishi mumkin? Daromadga nisbatan barqaror qarz bosimi kam va asosiy ehtiyojlarni qamrab olingan bo'lsa, qachon moslashtirish kerak? Kommunal, ijara, kredit shularning ulushi yuqori bo'lsa, kelajak ustidan alohida himoya qilish kerak. Tamoyillariga foizning o'zgarishi mumkin yoki ammo jamg'arma satri yo'qolmasligi kerak. Har oy 20% dan unda jamg'arib borish shu zarurda keltirib o'tilgan. Bir oylik namunaviy oilaviy byudjet. Bunda asosiy daromadini 100% deb oladigan bo'lsak, doim maosh bo'lishi mumkin yoki doimiy tushumlar. Keyingi majburiy xarajatlarimga 52% keltirilyapti. Uy joy, oziq-ovqat, transport, ta'lim, kommunal. Moslashuvchan xarajatlar bu o'zgarib borishi mumkin. Hozir bu yerda 18% keltirilgan, maosh 20% bo'lishi mumkin. Balki 30% bo'lar. Moslashuvchan kiyim-kechak, sovg'a, mayda xaridlar uchun. Hordiqlar, sayohat bo'lishi mumkin. Jamg'arma xarajatlari, jamg'arma asosan 15% maqsadli yoki umumiy jamg'arma. Favqulodda fond zaxira sifatida hisoblangan 7%. Har bir oilada har xil bo'lishi mumkin. Pensiya va kelajak uchun 8%. Uzoq muddatli kapital yaratish. Ya'ni inson o'zining mehnatga layoqatlik vaqtida pensiya davri uchun mablag' jamg'arib borish nazarda tutilgan. Ingilizcha xarajatlarni nazorat qilish, kundalik qaydlar, haftalik chek, limit usuli, naqd pul karta, 24 soat qoidasi. Katta xarid oldindan bir kun kutish. Ya'ni biron bir narsa xarid qilmoqchisiz, mahsulot xarid qilmoqchisiz, ya'ni unga vaqt ber. Shu mahsulot menga kerakmi? Qanchalik kerak? Shu misolda ko'rib chiqsak yaxshi bo'ladi. Obunalarni tekshirish, keraksiz avtomatik to'lovlar. Bu asosan Wi-Fi bo'lishi mumkin yoki boshqa kundalik hayotimizga ma'lum bir muddatda kerakli va boshqa muddatda 50 ya'ni keraksiz avtoto'lovlar. Keyingisida favqulodda jamg'arma. Tavsiya etilgan hajm va 3 oy 6 oylik majburiy xarajatlar bo'lishi mumkin. Alohida hisoblanganda saqlanadi. Kundalik xarajatlar bilan aralashmaydi. Favqulodda holatda ishlatiladi. Bosqichma-bosqich yig'ish. Avval 1 oylik, keyin 3 oylik, so'nggisi 6 oylik zaxira. Katta zaxira birdan o'zimizga ma'lum, birdan paydo bo'lib qolmaydi. 1 oy, 2 oy, 3 oy va 6 oylik, yillik jamg'armalar bo'lishi mumkin. Ma'lum bir maqsadga yo'naltirilgan holda. Bosqichma-bosqich keltirib o'tirganimizda 6 oy, 3 oy, 2 oy va 1 oy. Qarzdorlikni boshqarish. Snowballda eng kichik qarzdan boshlanadi, psixologik motivatsiya beradi va tez yopilgan natijalar ko'rinadi. 10 so'm qarzingiz bo'ladigan bo'lsa, buni ma'lum bir muddatlarga yoki oylarga, haftalarga, kunlarga belgilab olishingiz mumkin. Shu usulda snowball usuli deyiladi. Evenchi usuli foizning eng yuqori qarzdan boshlanadi. Uzoq muddatli umumiy xarajatlarni kamaytirish. Umumiy qoidasiga minimal to'lovlarni o'tkazib yubormang, ya'ni qarzlarni faqat zaruriyat bo'lsa oling. Shu keyingisida jamg'arma qilishning asosiy usullari: avtomatik jamg'arma, maqsadli jamg'arma, mayda tejash, konvert usuli, foizli yondashuv, mukofot qoidasi, omonat, investitsiya, sug'urta va qaysi biri qachon. Omonat bank omonati bo'lishi mumkin. Maqsadli qisqa va o'rta muddatli jamg'arma. Afzalliklari nisbatan sodda va intizomni kuchaytiradi. Cheklovlari daromadlik cheklangan bo'lishi mumkin. Investitsiya va sug'urta, pensiya jamg'armasi shular jumlasidandir. Keyingisi o'qituvchilar uchun pensiya jamg'arish ahamiyati. Daromadning oldindan ko'rinishi, o'qituvchilikka daromad nisbatan tartibli bo'lishi, uzoq muddatli rejalashgan qulay sharoit yaratadi. Quyidagi diagrammada ko'rishimiz mumkin. Qaysi rangda qanaqa pensiya maqsadli, qo'shimcha ustunlik kerak, ya'ni faqat bitta pensiya manbasiga tayanmasdan shaxsning jamg'arma, ya'ni aktivlar shakllantirish.